$20,000 pensiya oldim mana. Bu pul qalbaki emas. Mana cheklari ham bor. Bitta bankda chek ham beradi. $20,000 7 yilda $20,000 oldim. Yiliga $3,000 dan beradilar pensiya. Shuning uchun Izrailda ana shunaqa bu oyliklardan tashqari, bayram pulidan tashqari pensiya pul beradilar har yiliga $3,000. Shu pensiyadan endi o'zimga bitta podarka qilmoqchiman. Bitta telefon olaman borib hozir. Videosini ham ko'rsataman sizlarga. Qolganini mana pulni qo'lda ushladik. Qolganini endi jo'natamiz. Vso. Bitta xirdiladik. Qo'lda ushladik. Endi ketdi bu bilan. Vso. Xursandchilik tamom. O'zimga podarka qildim. Telefon. Qani? Mana. Galaxy 25 Ultra. Shuncha ishlab bitta telefon loyiha yangilatay. Vaqti keldi.